Salom, siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, Market Yandexda savdo qilish sizga qiziq. Men yaqinda bu YTT ochib, ya'ni IP ochib ro'yxatdan o'tdim. Hamda hozirda mahsulotlarim soni 23 ta, lekin bundan ba'zilari qolgan, ba'zilari qolmagan. 4 ta hozircha sotdim. Endi hozir biroz to'lashga muammo bo'layotgani uchun hali pulimni ola olganim yo'q. Sababi MFO'ni noto'g'ri kiritgan ekanman. Va bu Market Yandexda ro'yxatdan o'tish, YTT ochish, umuman qanday qilib mahsulotbop narsalar sotish, kartochkalarni qo'shish va pullaringizni olishda nimalarga e'tibor berish, hamma narsalarni Didoxda yurg'izish, shu kabi ma'lumotlarni berib boraman. Qiziq bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying, podpiska tashlab qo'ying va albatta уведомление yoqib qo'ying. Va endi video qo'yishni boshladim, shuning uchun men bilan qoling.